Assalomu alaykum, qadrdon vatandoshlar, aziz obunachilar. Xudo xolasa biz navbatdagi Boltako'ldagi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bu obyektimizga qancha turnika rasxod qildik, necha puldan qilib berdik, hammasini aytib o'taman. Sizlarga bizning qilayotgan ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, mana ko'cha shapkasi. Hozirgi 2025-yildagi trenddagi bo'lgan Alkafon pasonda qilib bitkazib berganmiz do'stlar. Videoni boshida aytib o'taman. Hozirgi kunda 1 kvadrat tunkafonimizni barcha rasxodlar ichida 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday sifatli tunkafon xizmati kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xo'p, ko'cha shapka, ikkinchi qavatli ham aylanasi, poni to'rtburchak holda 40 metr, eni 40 sm chiqqan shapkamiz. Bu vada stokalari bilan qilib berganmiz. Xudo xolasa ishimizga ularni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, kirorishdagi darvozaxonamiz. Qalay, sizlarga yoqdimi? Hozirgi kundagi oppoq fasonda, Alkafon fasonda qilib berganmiz. Xo'p, uzuni 9,5 metrga, eni 3,5 metrli bo'lgan darvozaxonamizga ko'rib turganlaringiz idealniy qilib, burchaklarga ham bitta e'tibor berib o'tasizlar. Xudo xolasa idealniy bo'lib bitkazib berganmiz. Kirorishda o'ng tomonda 2 metrga 5,5 metr ayvonchasi bor. Mana shunday oppoq fasonda qilib berganmiz. Kimga qanaqangi tunkafonga oid savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldinglar. Video davomida bera olmagan ma'lumotlarim albatta kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa oq tomonlarni bekitib qo'yishyapti. Xudo xolasa bitta burchaklarga bitta e'tibor berasizlar. Xohlasin ichkari shapka pon aylanasiga chizamiz. Kirorishda beri tomoni ham 1 metrli shapkalarimiz. Bitta ko'rib baho berasizlar, burchaklarga alohida e'tibor berasizlar. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, bu obyektimizga o'sha tunkafon rasxodimiz, ichkari shapka, darvozaxona, ayvoni bo'lib, ko'cha shapkalari bo'lib 275 kvadrat tunka rasxod qilganmiz. Xo'p, hozirgi kunda 1 kvadratini 130 ming so'mdan barcha rasxodlar ichida qilib beryapmiz. Kimga mana shunday tunkafon xizmatlari kerak bo'lsa, albatta murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa tunkafon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlaringga shu videoni jo'natib qo'yinglar.